Qaynona qaynota bilan yashash bu eng zo'r hayot. Eng zo'r hayot. Buni bilmayman kim qanaqa ko'rsatib beryapti. Men har doim aytaman, farzandingiz uchun pul to'lamaydigan eng zo'r soqchi bu qaynanangiz. Eng zo'r nyanka bu qaynanangiz. Sizdan ham zo'r. Siz urasiz, siz tepasiz bolangiz, lekin qaynana eng zo'r nyanka siz uchun. Lekin yana o'sha farzandiga nyanka yollagan nimalarni ham bilamiz, fojiali taqdirlarni ham bilamiz. Keyin eng qimmatbaho boylik maskan. Men har safar qaynonamdan duo olganimda shunchalik e'zoz darajam, shunchalik daromadim oshadi. Endi ota-onam yo'q, agar bo'lsa ularga ham qilardim. Lekin har safar qaynonamdan, qaynotamdan duo olsam, menga shunchalar zo'r bo'ldi. Chunki bizning ustozlarimiz shunaqa